Agar tarix gapira olganida, ehtimol aynan shunday makonda ovoz topardi. O'zbekistonning eng katta va eng ambitsiyali madaniy loyihalaridan biri Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi milliy o'zlik narrativi sifatida qurilgan. Markazning asosiy g'oyasi O'zbekiston hududidan yetishib chiqqan musulmon olimlarning dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini va islomni faqat din emas, balki ilm-fan sifatida ham ko'rsatishdir. Bu markaz klassik muzeydan farqli ravishda immersiv displeylar, raqamli interpretatsiya, sun'iy intellekt va multimedia elementlari, interaktiv ekspozitsiyalar orqali tarixni jonli yashatadi. Bu yerda eng qiziq jihat eksponatlar emas, balki makonning o'zi qanday hissiy atmosfera yaratishidadir. Dizayn bu yerda narrativning bir qismidir. Bu yerda ko'plab ekspozitsiyalar interaktiv, ya'ni siz ekranga teginasiz, yozuvlarni sinab ko'rasiz, qo'lyozmalarni raqamli formatda o'rganasiz va tarix bilan faol muloqotga kirasiz. Talabalar bilan bunday joylarga tashrif buyurish nazariyani haqiqiy madaniy muhit ichida his qilish imkonini beradi. Zotan o'rganuvchi hamma o'qiganlarini emas, balki his etganlarini eslab qoladi. Tashrif buyuruvchining tajribasini immersiv madaniy tajribaga aylantiruvchi markaz tarixni hissiy jihatdan qabul qilish imkonini beradi. Tarixga yangicha ko'z bilan qarashni taqdim etgan yangi O'zbekistonning Islom sivilizatsiyasi markazi yorqin va rangli taassurotlar yaratdi. Shu o'rinda bizga 2 soat davomida gidlik qilgan Sevinchga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizcha bu markazga tashrif tajribangizni qanday baholagan bo'lar edingiz?